Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy abditallarının shaxsiy uchurlarini to'playdiganligini e'tirof qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy TikTok qatorliq 105 xil abditallarning shaxsiy uchurlarini qonunsiz to'playdiganligini e'tirof qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, 21 may Xitoy to'r uchur ishxonasi TikTok, Baidu qatorliq 105 xil abditallarda shaxsiy uchurlarni qonunsiz yig'ish va ishiltish harakatining mavjud ekanligini e'lon qilgan va mazkur shirkatlarni bu xil ahvolni tuzishga buyurgan. Bildirilishicha, jami 19 qisqa sin applari Xitoy to'r uchur ishxonasi tarafidan tilga ilingan bo'lib, buning ichida TikTok, Kuayshu qatorliq dangliq abditalari bor ekan. Bu ikki xil abditalidagi asosli masala bo'lsa, zarur prinsiplarga xiloflik qilish, ular ta'minlagan mulozimat bilan munosabati yo'q shaxsiy uchurlarni to'plash qatorliqlar ekan. Undan boshqa 360 to'r ko'rgich va Microsoft Bing to'r ko'rgich qatorliq abditallarni o'z ichiga olgan 34 to'r ko'rgich va 51 xizmat izlash abditallari Xitoy to'r uchur ishxonasi tarafidan tilga ilingan. Mazkur abditallarda abonentlarning ruxsatisiz maxfiy holda uchur yig'ish iqtidori bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, Baidu bu tizimlikdagi birdan-bir to'r quroli turidagi abditali bo'lib, uningda ta'minlagan mulozimati bilan munosabati yo'q shaxsiy uchurlarni to'plashdi. Xitoyning Uyg'urlarni yolg'on guvohlik bergizish satkiligi oshkorlandi. Xitoy doiralari yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning atalmish guvohlik sirlarini ko'plab tarqatgan bo'lib, Amerika Birlashma xabar agentligiga ta'minlangan ba'zi uchurlar Sindagi Uyg'urlarning besim sababli bu so'zlarni qilganligini ko'rsatib bergan. Oldingi bir necha oy ichida Sharq Turkistondagi bir qism Uyg'urlar Amerika hukumatini va sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi bayonotini ayiblagan, Xitoy Kommunist partiyasini maqtagan va o'zlarining baxtli xotirjam yashayotganligini bildirgan sillar Xitoyning organ taratqullari tomonidan ko'plab tarqatilgan. Xitoy amaldorlari bu sillarni xalqning o'z ixtiyorligi bilan tarqatganligini da'vo qilib, turli axborot e'lon qilish yig'inlarida mazkur sillarni dalil sifatida qo'llangan. Birlashma xabar agentligining xabaridagi tafsilotlarga asoslanganda, bu yil 1-oyda Beijing doiralaridan Qaramay shahridagi amaldorlarga avatilgan yozma uchurda Xitoychani ona tilida so'zlay oladigan Uyg'urlarni tepish va sobiq tashqi ishlar ministri Pompeoga qarshi 1 minutlik sin ishlash talab qilingan. Uchurda men Pompeoning Jungoga qarshi bayonlariga qat'iy qarshi turaman. Men bu bayonlarga g'azablandim degandek so'zlar orqali Pompeoning bayonlariga aniq pozitsiya bildirish, men bir Jungo fuqarosi, men vatanimni so'yaman, bu yerdagi xizmatim va hayotimdan xushalman degandek so'zlar bilan Xitoy Kompartiyasiga Xitoyga bo'lgan muhabbatini ifodalash kerakligi haqidagi talablar yozilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishi xalqaro kun tartibga kelgandan buyon nurg'un mutaxassislar Xitoy tarqatayotgan yangi sillarning Xitoyning majburlashi bilan bo'lganligini ilgari surib kelgan. Ba'zi mutaxassislar garchi Sindi so'zlayotgan Uyg'urlarning bu uchurlarni besim bilan so'zlayotganligi to'g'risida aniq paket bo'lmasa-mu, ammo bu qitim oshkorlangan Xitoyning yerlik hukumatlardan bu xil sillarni talab qilganligiga doir xat aloqasining intayin muhim ekanligini bildirishgan. Atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning bayonotchisi Shu Guishang bu vaqtdagi savolga bevosita javob berishdan o'zini qochirib, o'zlarining azaldan bundoq ogohlantirish va talabni o'tirg'a qo'ymaganligini, Sindagi Uyg'urlarning o'z ixtiyori va erkinligi bilan Pompeoga qarshi so'z qilganligini bildirgan. Birlashma xabar agentligi mazkur uchurni Firdevs Derinov Xitoycha ismi Chun Xavyu ismli bir yoshdan erishgan bo'lib, u bu qisqa uchurning suratini tortib Birlashma xabar agentligiga yo'llagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari navbatda Derinovni yolg'on uchur tarqatish, bo'lgunchilikka quturtish degandek bahonalar bilan qo'lga olgan. Sharq Turkistonda turgan g'arbliklar vatanimizdagi zulmning har kuni mavjud ekanligini bildirishdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistonda uzun yil turgan g'arbliklar shaxsiy kechirmishlarni oshkorlab, Sharq Turkistonda zulmning har kuni mavjud ekanligini bildirishgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerikalik Josh Samaris, Kanadalik ayol Gary Dyke va Andrea Dyke Sharq Turkistonda 10 necha yil turgan bo'lib, ular Amerika ovoziga o'zlarining shaxsiy kechirmishlarini so'zlash orqali Xitoyning kamsitish qilmishlarini, Uyg'urlarni qanday sistemalik bostirganligini xalqaroga oshkorlagan. Bildirilishicha, Josh Samaris 2006-yili ayoli bilan Sharq Turkistonga berib, oldi bilan Qaramaydagi bir maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan.
keyin Urumchiga o'rinlashgan. Uyg'ur xalqi va madaniyati ularni jalb qilgan bo'lib, Urumchida jami 12 yil turgan. Ularning oshkorlashicha 2009-yili Urumchi qirg'inchiligidan buyon Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi o'zgarishga boshlagan bo'lib, hamma joyda nazorat qilish siyosatini yo'l qo'ygan. 2016-yildan keyin ular Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatidagi texmi ro'shan o'zgarishlarni ko'rgan. Ko'chalarda saqchi borgan sari ko'paygan. Har bir cho'ng yo'l eg'izida tekshirish punkti qurilgan. To'ralg'u rayonlarida faqat birlik kirish eg'izi qo'yilgan. Boshqarish tekshirishlarda Uyg'urlar qattiq kontrol qilinib, Xitoylar qo'yib etilgan. Keyin Xitoylar tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari maydonga kelgan. Ilgari odamlarga liq to'ladigan yezi bozor ko'chalari 2017-2018-yillarga kelganda faqat onda-sonda odam ko'rinadigan bo'lib qolgan. Kanadalik Dayk oilasi 2009-yili yuz bergan Urumchi qirg'inchiligiga shohid bo'lganligini, mazkur voqeadan keyin Uyg'urlarning an'anaviy mahallari cheqilishga boshlaganligini, dastlabda islom qoidalari cheklangan bo'lsa, keyin yemak-ichmak, kiyim-kechak, hatto Uyg'ur tilini cheklash belgilamlarigacha kengayganligini, cheklamalar bak ko'p bo'lg'achqa o'zlarini xuddi g'oyat zo'r turmada yashayotgandek his qilganligini bildirishgan. Xitoyga qarshi yana bir qonun taklifi Amerika parlamentiga sunildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, 20-may Amerika parlamentidagi Cumhuriyetçiler Partiyasi a'zolari josuslik va aqliy mulk o'g'irlash bilan shug'ullangan shaxslarga viza berishni rad qiladigan yangi qonun loyihasini o'tirg'a qo'ygan. Amerikani josuslikdan qo'g'dash qonuni deb atalgan mazkur yangi qonun taklifini Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Ted Cruz, Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Avam palata a'zosi Vicky Hartler qatorliqlar o'rtaq sungan bo'lib, asosliq Xitoy nishon qilingan. Mazkur qonun taklifiga asosan Amerika Tashqi ishlar ministrligi josuslik va aqliy mulk o'g'irlash bilan shug'ullangan shaxslarga viza berishni rad qiladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning navbatdagi qonuniga asosan yuqorqi jinoyatlarni sodir qilib, chegaradan qo'g'langanlar darhol qaytadan viza iltimosi suna oladi ekan. Mazkur qonun taklifi bo'lsa, bu yutuqni hal qila oladi ekan. Ted Cruz bu vaqtdagi bayonotida Xitoyning Amerikada davlat xarakterlik josuslik va aqliy mulk o'g'irlash qilmishini sodir qilayotganligini ta'kidlab, Amerika Tashqi ishlar ministrligining bultur Xitoyning Houstonda turishlik konsulxonasini taqishi eng yaxshi misol bo'la oladi. Xitoy doiralari konsulxonalardan foydalanib yomon g'arazli qilmishlarni sodir qilyotdi. Amerikani nazorat qilishga uringan shaxslar va ularning oila a'zolarining davlatimizga kirishiga ruxsat qilinmasligi kerak deganlarni ta'kidlagan. Bildirilishicha, mazkur qonun taklifi jinoyat sodir qiluvchilarning oilasiga chetildigan bo'lib, josuslik va aqliy mulk o'g'irlash bilan shug'ullanuvchilarning jufti va farzandlari 5 yilgacha Amerikaga kira olmaydi ekan. Blinken Turkiya bilan hamkorlikni davomlashtirishning zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken ittifoqdosh davlat Turkiya bilan hamkorlikni davomlashtirishning nihoyatda zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Blinken Tashqi ishlar ministri Mavlut Chavusho'g'lu bilan telefonda ko'rishgandan keyin ommaviy o'rtoqlashish to'rbeti Twitter sahifasida e'lon qilgan bayonotida bugun Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlut Chavusho'g'lu bilan dal vaqtida telefonda ko'rishish fursatiga erishdim. O'rtaq muhim xizmatlar masalasida Shimoliy Atlantik Akti tashkilotidagi ittifoqdoshimiz Turkiya bilan hamkorlikni davomlashtirish nihoyatda zo'r ahamiyatga ega. Buningdan boshqa yana telefon suhbatida Gretsiya bilan ijobiy muzokaralarni qo'llaydiganligimizni bildirdim deganlarni ifodaladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price Blinken bilan Chavusho'g'luning telefon suhbati haqida e'lon qilgan yozim bayonotida mundaq dedi. Ministr Blinken bilan Turkiya Cumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlut Chavusho'g'lu telefonda ko'rishib, Suriya va Afg'onistondagi o'rtaq manfaatlarimizni o'z ichiga olgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati haqida muzokara olib bordi. Blinken yana Amerikaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotidagi ittifoqdoshlari Turkiya bilan Gretsiya o'rtasidagi ijobiy muzokaralarni qo'llaydiganligini bildirdi. Bermida Aung San Suu Kyi'ning partiyasining mas'ullari vatan xoini deb e'lon qilinmoqchi. Berma harbiy hokimiyati taxtdan tushirilgan tashqi ishlar ministri va davlatning ayni vaqtdagi amaliy rahbari Aung San Suu Kyi'ning Mamlakatlik Demokratiya Birlashma partiyasining tarqitib etilganligini e'lon qildi. Bermida harbiy o'zgarishdan keyin qurilgan Birlashma saylam komiteti 21-may partiya rahbarlari bilan ochilgan yig'inda 2020-yil noyabrda o'tkazilgan saylamlarga munosabatlik o'tirg'a chiqqan saxtapazliklarni kun tartibga qo'ydi. Birlashma saylam komitetining boshlig'i Sein So yig'indan keyin bayonot e'lon qilib,
Mamlakatlik Demokratiya Birlashma partiyasining 2020 yili o'tkazilgan saylovlarda saxtipazlik qilganligi sababidan tarqitib etilganligini va partiya mas'ullarining vatan xoini deb e'lon qilinganligini bildirdi. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 10 mingdan oshmadi. 21 may Turkiya Cumhuriyeti Sahiyya ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 9528 ga tushganligini e'lon qildi. Ministrning ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 219 mingga yaqin kishi tekshirilishi orqali yangidan 9528 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Növbətdə 845 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 214 kishi qazo qilib, 8852 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 4,998 mingga, qazo qilganlar 45840 ga, kesili ig'ir bemorlar 1977 ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atik xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.